Assalomu alaykum, hormanglar. Sizlarga hozir Banisada, ya'ni shifoxonadan bepul tibbiy ko'rikdan o'tish yo'lini aytib o'taman. Ko'pchilik buni biladi, ko'pchilik bilmaydi. Bu videoni shu har doim shu Banisaga borib pul to'lab birgan donorlarga tashab qo'yinglar. Bilasizlar, Banisaga borasizlar, ishini rengini tushasizlarmi? Ya bir siydik topshirasizlarmi yo qon topshirasizlarmi? Nu farqi yo'q, pul to'laysizlar, bilasizlar. Shuni pul to'lamaslik yo'li ishning o'zlaringizni uchastkalarga kelasizlar. Hammada punkt bo'ladi, uchastka bo'ladi. Shu yerga kelasizlardan Dmetdan ilova bor. Shu ilovadan bular orqali ona zavilni tashlash kerak. Ya'ni shu odamni ko'rikdan o'tiz degan maqsadda adashmasam, bular tashlab bergandan keyin ular sizlarga majbur bepul yo'q beradi. Sog' bo'linglar. Bu videoni aytib o'tganimni shu har doim pul to'lab birgan, Banisaga borib ya bir pul oladi deb birgan donorlarga tashlab qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.